Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 2026-yil 17-yanvar mehnat mahsulimizdan yana bir xonadonni ko'kka-ko'k qo'shib xizmat qilishlikka shaylanib turgan 12 talik dosturimiz. Aytishingiz mumkin, ishmasu, shohona emas deyishingiz mumkin, lekin hamyonbop va ro'zg'orbob. Mana bugun 12 talik Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga 12 talik turistik materiallar qo'yib, Lisva yog'ochda 3 million 650 mingga berdik. Xon taxta bo'lib xizmat qiladi. Stullarimiz xudo xolasa gilam bo'ylariga moslangan holatda, orqalari pardalariga moslangan broshkalar. Sho'ylar ma'qul kelganlarga tayyorlab beramiz. Agar bundan-da hashamliroq so'raganlarga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa ko'ngildek qilib uylar dizayniga moslab tayyorlab beramiz. Xo'p, bo'lmasa biz yo'lga chiqdik. Uyga borgandan keyin turish holatini yana bitta video qilib qo'yamiz. Hali bo'lmasam ish egasiga topshirish uchun talabga qarab ketdik. Qani bismillah katta. Xo'p, mana nihoyat yetib kelib oldik. Baxtga qarshi svet o'chib qoldi. Nima iloj? Xudo xolasa uyning razmeriga, turishiga o'ta go'zal chana holatda yarashdi. Svetona bo'lganda yana ham ko'rinardi.